Bugun tug'ruqdan keyin qanaqa qilib o'zimga kelganim haqida so'zlarim orqali yetkazib bermoqchiman. Bu meni birinchi homilam bo'lgani uchun hech narsani tushunmaganman, bilmaganman va menga juda ham katta yangilik bo'lgan. Meni vaznim kichkina bo'lganligi uchun ham farzandimni Kiselva orqali dunyoga keltirishga majbur bo'ldim. Kiselvadan so'ng menda qanaqa holatlar yuz berdi? Birinchi navbatda bezgak, ya'ni sovqatib qaltiraydigan bo'lib qoldim. Kiselvada ko'p qon yo'qotganim uchun tez-tez boshim aylanadigan bo'lib qoldi. Va eng muhimi, sizlarni qiziqtirgan mavzu meni qornim haqida. Instagramim ham shunaqa savollarga to'lib ketdi. Qorningiz qani, qayerqa yo'qotdingiz qorningizni degan. Albatta farzandimni dunyoga keltirishim bilan qornim avvalgidek go'zal holatga tushgani yo'q. Qornimni ko'rgandan so'ng o'zimni yoqtirmaslikni boshladim birinchi navbatda. Farzandimni dunyoga keltirgandan so'ng bor yo'g'i 2 haftagina qornimni bog'lab yurdim va bog'ichlarni yechib tashladim. Har kuni 100 soatdan qornimga qarab termilib xafa bo'lishni ham to'xtatdim. Umuman, qornimga qaratgan bor fokusimni qornimdan olib, o'zimni va farzandimni salomatligi uchun qarata boshladim. Sababi meni yaxshi ko'radigan insonlar qornim bormi, yo'qmi, baribir meni yaxshi ko'raverishadi. Men vitaminlar icha boshladim. Yana organizmimni asl holiga qaytarish uchun o'zimga bor e'tiborni qaratdim. Har kuni ertalab farzandim bilan ochiq havoda sayr qilaman, vitaminlar ichaman va to'yib baqvat ovqatlanaman. Va ishonasizmi, mana shu usulga o'tganimdan so'ng hozir farzandimni "Sizni ukangizmi?" deb menga savol berishadi. Agarda siz ham farzandingiz bilan bemalol o'zingizni va farzandingizni yaxshi ko'rib yashamoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda odamlarning gap so'zidan bor fokusingizni olib tashlang. Bir narsani esingizdan chiqarmang. Siz o'zingizni yaxshi ko'rmaguningizcha boshqalar ham sizni yaxshi ko'ra olmaydi. Do'mboq bo'lasizmi, ozg'in bo'lasizmi, buni umuman farqi yo'q. Muhimi gap ichki ruhiyatingizda. Yana siz tug'ruqdan so'ng qanday his qilishlarga duch kelgansiz? Kommentariyada yozib keting. Bo'lishamiz.